Wacken Germaniya Schneck so'kish markasi. 3 ta tishi bo'ladi. 3 ta tishi mana mashinaga kiradi. Yarim litr. Bu yoqdan so'k chiqadi, qulflab qo'ysa bo'ladi, ochib qo'ysa bo'ladi. Bu yoqdan po'chog'i chiqadi. Teshig'i bo'ladi. Shu teshig'idan po'choq o'tadi. Bu yoqda ham teshuv bor. O'shanga to'g'rilab tekis qo'yamiz. Tekis tushdi. Tishini ham qo'yganimizdan keyin buraveramiz tushish uchun. Tushganiga u yerim bo'lganimizdan keyin kallasini qo'yamiz. Kallasida strelkalarni ko'rsatib qo'ygan. Bu yoqda ham tili bor. Mana shu tili bu yoq ichkaridagi strelkani bosish kerak. Fiksatsiya bo'ladi. Yo'masam ishlamaydi. Tushdi. Hop, komplektatsiyasida bu yoq og'zini qulflab qo'yadigan joyi bor. Zachtasi bor. Narsa tushib ketmasligi uchun. Yana bitta tyorkasi bo'ladi. Zapas tyorka chiqadi ichidan. So'k idishida eligi bo'ladi o'zini. Quyqasini olib qolib, toza suv so'kida tushirish uchun. Po'choq idishi bo'ladi. Hop. Yoqib o'chiradigan. Revers orqaga, oldiga bitta skors. Yo'qdan talkator ko'tarib olish uchun. Komplektatsiyasida mana shu narsalari chiqadi. Qolgan ma'lumotlar pisaniyada.